2000-yilgacha O'zbekistonda 6000 ta kutubxona bo'lgan. Hozir 250 tasi bor. Ya'ni eng yomon holatimiz nima bilasizmi? Ota-onasi o'lgandan xursand bo'lyapti-da, kitoblarni qog'ozini tashlab yuraveradi. Ilmni xor qilish. Ilmni xor qilib qanaqa qilib yuksalish mumkin? 92 yoshli demokrat o'tgan hafta Bo'lmaydi. Sidneyda muammo bilan shifokorga Ilk kitobida yozib qo'ydi. Xafa bo'lmanglar, bular juda kuchli gaplar. shunday natija. Bular osonlik bilan olmadim. Bayden ma'muriyati e'lon qilgan Qog'ozning narxini oshganini shkalasi bo'yicha 9 ball. to'let qog'ozdan bilgan insonlar Metastaz aniqlangan. o'ylayvering, ular qayeri bilan o'ylashini. Qo'shimcha qilinishicha bu Nima millatga kitob sotib o'tiraman-da, qarang. Bir kuni garmonlarga 30 ming so'mlik kitob sotdim. 30 ming. Mana agar baklashga tersam ko'proq pul topaman. Vagonga chiqsam ko'proq pul topaman. Yonimda bir ayol o'tiribdi. Safi biroq gadoychilik qildi deb 1,5 million so'm topdi. tushganini aytdi. Undan ham ko'proq. Yomon alam qildi-da. Nega bilasizmi? Degan buni ham keltirib bergan, hammasi kitoblarda yozilgan.